25-qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Yer yuzidagi jonzotlarning asl vazifalari haqidagi turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi qahramonimiz ulug'vor va sabr-toqat timsoli bo'lgan tuya. Muqaddas Qur'oni Karimning G'oshiya surasi 17-oyatida Alloh taolo bizning aqlimizga qarata shunday marhamat qiladi. Ular tuyaning qanday yaratilganiga nazar solmaydilarmi? Yaratuvchi bu jonzotni alohida ajratib ko'rsatgan. Uni matonatining haqiqiy mo'jizasi boshqalar halok bo'ladigan joyda hayotni saqlab qoluvchi sahro kemasi qilib yaratgan. Ammo insonning xudbinligi bu muqaddas mo'jizani shafqatsizlik poligoniga aylantirdi. Ularning asl vazifalariga e'tibor bering. Tuya eng og'ir sinovlardan o'tish uchun yaratilgan. Asrlar davomida ularning kuchi va sadoqati insonlarni cheksiz qumliklarda o'limdan qutqarib qolgan. Yaratuvchi ularga noyob, shifobaxsh sut bergan. Bu sut eng og'ir kasalliklarni davolaydi. Tuya bu shohona xotirjamlik, mutlaq sabr va mag'rurlik timsolidir. U boshini baland ko'tarib o'z vazifasini bajaradi. Ammo odamlar pul va vaqtinchalik ko'ngilxushlik uchun ularni nima qilishayotganiga qarang. Sayyohlik markazlarida bu ulug'vor jonzotlarni kaltak bilan urishadi, bo'g'imlarini maybob qilishadi. Eng dahshatlisi, ularning ulug'vor tanasini insonlar ayovsizlarcha go'sht uchun so'yishadi. Ayniqsa, arablar va o'zlarini eng taqvodor musulmon deb ko'rsatadiganlar tuya go'shtini juda ko'p iste'mol qilishadi. Lekin tuya tirik jon. Uning tuyg'ulari, hissiyotlari, qo'rquvi va ulkan ichki g'azabi bor. Tuya adolatsizlikni hech qachon unutmaydi. U juda kechki va qasoskor jonzotdir. Insonlar tuya go'shtini yeganlarida hayvonning o'sha o'lim oldidagi dahshatli stressi va sahroviy achchiq g'azabi ularning hujayralariga o'tadi. Tuya go'shtini tonnalab yeydigan o'sha insonlarning o'ta tajovuzkor, qo'pol va jahldor bo'lib ketishi shundan emasmi? Ular majruh hayvonning xarakterini o'zlariga singdirib olishmoqda. Va bu yerda biz dindagi eng katta soxtalikka duch kelamiz. Musulmonlarning ba'zi toifalari va biz bilamizki, islom sun'iy ravishda 70 dan ortiq firqalarga bo'linib ketgan. Mutlaqo mantiqsizlikka berilishgan. Ular shubhali hadislarga tayanib, tuyaning siydigini ichish shifo beradi deyshadi. Bir aqlingizni ishlating. Har qanday mavjudotning siydigi bu najas, organizmdan chiqindi bo'lib chiqqan zahardir. Yaratguvchi bizga tuyaning oppoq, shifobaxsh sutini berib qo'yibdi-ku. Nega chiqindini ichish kerak? Odamlar unutishdiki, hadis bu shunchaki so'z va hikoyalar bo'lib, asrlar davomida og'izdan og'izga o'tib, insonlar tomonidan o'zgartirilgan va buzilgan. Muqaddas Qur'onning Josiya surasi 6-oyatida Alloh taolo bizni ochiq ogohlantiradi. Allohdan va uning oyatlaridan keyin qaysi hadisga, ya'ni so'zga iymon keltiradilar? Haqiqiy islom bu rahm, shafqat va aql demakdir. O'z vahshiyligini oqlash uchun to'qilgan matnlarga ko'r-ko'rona ergashish emas. Tuya og'riq va qayg'udan yig'lashni biladi. Tuya bu matonat, sabr va hayot himoyachisidir. Keling, bu ko'rlikni to'xtataylik, qalbimizni ochaylik va Allohning bu buyuk yaratgan mo'jizasini hurmat qilishni o'rganaylik. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astro platforma Chengiza.com Haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burch, haqiqiy osmon o'lchami. O'zingni tani, to'g'ri qadam tashla. Taqdiring bilan do'stlash. Astro platforma Chengiza, bu yo'lda senga madadkor. To'g'ri qadam tashla. Uyg'on va o'zligingni angla.